Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim, yurtboshim Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men fuqaro Abdullayeva Umidaxon Dilmurodovna 1988-yil 25-yanvarda Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sultonobod qishlog'ida tavallud topganman. Hurmatli yurtboshim, men sizni oldingizga yordam so'rab keldim. Nochorligimdan, noilojligimdan o'zim uchun, farzandim uchun yordam so'rab keldim. Boshimda xo'jayinim yo'q, otam yo'q. Dadam Dilmurod Abdullayev Hakimjonovich yaqinda olamdan o'tdi. Shuning uchun mendan vaqtingizni darig' tutmasdan meni qabul qilishingizni so'rayman. Sizdan men yordam so'rab keldim. Meni boshqa boradigan joyim, muammolarimni yechadigan joyim bo'lmaganligi uchun siz oldingizga keldim. Men sizni qabul qilishingizni kutib o'tiribman. Mendan vaqtingizni darig' tutmang. Iltimos, menga yo'l ko'rsating, maslahat bering. Menga yordam bering. Iltimos.